ayrıladigan vaqt keldi. Yo'lga chiqishdan burun gaplarimga quloq sol. Qulug'im sizlarda alilari. Mustafa, Batir o'g'lim. Shahzodam. Boyliqlarning hammadan ustun turdig'ini aqldir. Yo'qsullikning eng egri ahmoqlikdir. Qo'rqinchlarning eng qo'rqinchligi o'z-o'zidan qanoatlanishdir. Odamning eng esil fazilati bo'lsa, yaxshi mijoz xulqdir. O'g'lim, ahmoq bilan hargiz do'st bo'lma. O aman sana ziyan yetkazadi. Nakas bilan hargiz do'st bo'lma. O sen uning yordamiga eng ehtiyojli bo'lgan vaqtingda yordam qilmaydi. Esingda tut. Yomonlik qilganlar bilan hargiz do'st bo'lma. O kichikkina manfaat uchun sana xoinlik qiladi. Yana yolg'onchilar bilan hargiz do'st bo'lma. O yaqiningdagi odamni sendan yiroqlashtirib, yiroqdikini sana yaqinlashtirdi. Men sizlarning adolatlari va kuchlarini namoyon qilish uchun ketyapman, alilari. Nasihatlari va fikrlarini